Nikohda muddat tayinlantirmasdan turib ham bekor qildirsa bo'ladi. Ko'pchilik sudga murojaat qilganda sud ularga 6 oygacha yarash muddatini tayinlaydi. Muddat esa yarash uchun zarracha ham sabab bo'lmasligi mumkin. Yaqinda bir fuqaro murojaat qildi. Muzaffar, yangi oila qurish arafasida turibman, nikohimni bekor qildirishim kerak. Juda ham tezlik bilan muhlat muddat tayinlantirmasdan turib bekor qildirishga erishishim kerak, yordam beringlar dedi va biz ularga yordam berdik. Bu esa natijasi sud qarori. Juda ham kam kunlarda, sanoqli kunlarda natijaga erishdik. Bilasizlar, Yurist Muzaffar jamoasida har doim natijalar gapirib kelgan. Agar sizda ham shu kabi muammolar bo'lsa, bizga bu yerdagi Telegram manzili orqali murojaat qilishingiz mumkin. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Amerikadami, Rossiyadami, Turkiyadami, Koreyadami bo'lishingizdan qat'iy nazar, nikohni bekor qilishga doir bo'lgan masalalar bo'lsa, yangi oila qurish arafasida bo'lib turgan bo'lsangiz va eski nikohingizni bekor qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga albatta Telegram orqali murojaat qiling. O'zimiz sizga chiroyli qilib qonun doirasida yordam beramiz. Agar sizda biror bir yaqinlaringizda shu kabi muammolar bo'lsa, ushbu videoni ularga yuborib qo'ying, albatta bizga murojaat qilsin.